Mana bu trenajyorni qaranglar, gak. Sifati a'lo. Juda ham zo'r, baquvvat ishlangan. Zo'r, haqiqatda zo'r. Hozir ishlatib ko'rsatib beraman. Gak, mana bu uzun. Har doim mana shu trenajyor olganingizda gak olganingizda bunga ahamiyat berish kerak. Mana bu tushib turishi kerak. Orqaga suyanadigan. Agar o'rtaga tushmasa, belga yuklanib tushib tushadi. Bir xil mana qo'yib belga yuklanib tushadi. Keyin mana ishlatib ko'rsataman, mana baquvvat. Ammo o'zgartirsangiz bo'ladi. Har xil. Qarang. Bu nima zo'r, qulay. O'zgartirib bo'ladi. Va yurishi juda ham yumshoq, ovozi ham. Tortdingiz, qo'ydingiz. Endi buni pastroq tushiramiz. Juda ham yumshoq, baquvvat ishlangan. Zo'r murojaat qilaverasizlar.